bu belosnejniy uchastkamizni fasadini ko'rsatolmaymiz, chunki uy egalari, ya'ni mijozimiz iltimos olmang dedilar. Shuning uchun fasadini ko'rsatolmaymiz, lekin bu obyektimiz har qayerda zo'r bitgan, chiroyli, juda fasadidan tortib to ichidagi dizayniga chiroyli bitgan. Bu obyektimizda bitta zo'r xona bor. Menga yoqqan, sizlarga ham yoqadi deb o'ylayman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, oxirida bizatsin shu xonani aytib o'tib ketaman. Sizlar ham bunga o'ylamayman bo'lasizlar. Uyga holatiga e'tibor bermaysizlar. Hali ko'chib kirilmagan, borka bo'lish kerak hali. Lekin kuxnya, lekin ko'rib ko'rsanglar. Odat bu ayollarga yoqadi. Erkaklarimizga yoqishi qiyinroq, no't ayollarimiz uchun zo'r mana. Ko'ringlar bitta, mana qulayliklar o'z yo'liga, o'shani internetda mashhur bo'lgan ham funksiyasi bor moyka, fasad krashniy, MDFlarga e'tibor bering, juda chiroyli teksturalar, teplar полный blum oyna, без ручка, рамочный. Tepalarda полный подсветкаlar bor. Скорость emasligi faqat hali ko'rishmayapti. Ulashsa chotki yonadi. Juda chiroyli bo'ladi. Atak o'z dizaynni mana chiroyli qilishgan. Polni kuxnyamiz obzori bu. Masalan, boshqani o'tamiz. Ustini polni kvarts qilganmiz. Akril. Uchkalar alohida temalar, uchkalar вообще. Просто bazalutini. Shu sangiz o'tadigan texnikalar tayyor qo'yilgan. Ko'ramiz mana riflyonli, e'tibor beringlar mana. Kirdi chiqdi joylar bor. Bu dizayn bo'yicha qilingan. Tayyor dizayn proyekt bor, shu bo'yicha strogo qilingan. Bu yoqqa xalatini olib kelib qo'yiladi. Teplar mana ko'rasiz, полный riflyonli. Ko'rsanglar mana. Полный riflyonli. 100%. Hamma yoq krashin. Mana fasad mana bunday ochiladi. Ko'ringlar. Opa. Ko'rasizlar. Ikkiga bo'linib mana sinab ochiladi. Ikki xil fasad. Shariat такой. Katta bu такой просторный залimiz. Zalda mana qamat qo'yganmiz. Ko'ringlar fasadi 100% krashinli, riflyonli bu ham. Usti oyna, ustchamdan atak o'zi mana oralari polni mana tilla fasadlarda ham mana tillalar bor. Bu chiroyli. Mana devorga tillalarga yarashgan. Chetga chiqamiz hozir sizlar bilan. Katta ikkinchi etajda holimiz bor. Rostlan такой juda просторный, zo'r. Nima bu? O'sha yerda qilingan. Biokamin shkaf. Butun aksessuarlar turadi. So'nggi tuyumlar turadi. Yo'ldan shunaqa. Mana krashni va bu hamda patolka qilingan, e'tibor beringlar. Strogo par dizayn proyekt. Juda chiroyli. Telar ochiladi. Shkafimizni qarshi bu вообще chotki, qaranglar. Kichkina qizchamiz uchun такой mana dizayn internetlarda ham mana shunaqa chiroyli qilib qo'yishadi dizaynni. O'sha bilan dizayn qilingan hayotda realizovaniyasi. İç mana обвивка. Ko'ringlar, material. Mana kichkinagina asalcha. Bular kravatchamiz. Yonida mana o'zini asal tualetli stolik, ya'ni makiyajli stolik deydi. Tayyor. Mana tumbuchkasi va shu interyerga mos mana bizlardan shkaf va patolka e'tibor beringlar. Mana bu dars qiladigan stolimiz, shkaf. Chiroyli, bu bez ruchka bo'ladi. Ko'rsatiladi. Bez ruchka. Bu ham bez ruchka. Pushta. Juda chiroyli. Bu shirin qizchamiz uchun детский. Rollarni xonasi, ya'ni o'g'il bola uchun spalni ko'rsatib bo'ladi. Shkaf va patolka,
uchta mana kravati bor, orqasi mana obivka qilingan. Bu yerda mana oynali bitta shkafimiz, dars uchun stol и bitta kichkina tumbuchkamiz bor. Juda chiroyli, ishlangan, ruchkalarga отдельно e'tibor berasizlar. Uzun, bu ham bitta ruchka tanlash, ruchka qo'yish bir san'at, chunki oddiygina strogiy hech nimasi yo'q. MDFdan shkafi juda ochib bergan, juda chiroyli ochib bergan. Ruchka ham juda katta rol o'ynaydi. Hop, bu spanli. Shu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonam mana shu. Bu xoh erkak, xoh ayolga bir xil yoqadigan xona. E'tibor beringlar, hamma. Shponli boshqacha. Bu mana shu yo'liga inkrustatsiya qilingan. Shu palasa qanaqa bo'lsa, shponni teksturasi ham shunaqa terilgan. Bu yog'i mana отдельно terilgan, ko'ryapsizlar? Bu yog'i mana boshqacha terilgan. Obivka полный, orasida mana shu tillalari bor. Mamba. Такой скромный bizani kravatimiz. Скромный. Вообще o'zimga juda yoqdi, скромный chiqadi. Ortiqcha bir bachkana joyi yo'q. Такой нежно ishlangan. Bu tumbuchkalar mana ko'ringlar. Вообще lekin boru. Yaponiya ruchkalar zo'g'ata. Mana o'rtasida shponi ham bor. Hozir qana ko'rinmayapti. Pagovkada shponi bor, tillalari bor. Mana полный. Juda chiroyli fikr. Hop, bu yog'ini ham ko'rsatib ketaman. Bu yog'i tualetli stolik, makiyajli stolik deyiladi. Bu Pat TV televizorlar o'rnadi. Bu mana bu ham shu. Ko'rsataman. Shpon. Mamba, bitta отдельный tema. Bu mana palasasi, palasa. Такой строго по dizayn proyekti bo'lgan. Mana patda потолка, tepada chagalar ham даже mana yurgan. Ko'p dizaynerlar xato qilishadi. Qanaqa xato? Ya'ni dizayn qilayotganda ham eshikni mana mashinada taqab qo'yishadi proyektda. Hisobga olishmaydiki, devor mana qiyshuv bo'lishi mumkin. Mana men degan idealni qilib beraman degan odamam devorlar idealni chiqarishi sal qiyinroq bo'ladi. Eshik tegib qoladi qatidir ochilayotganda. Qattiq tegmay qoladi, xunuk shel bo'lib qoladi. Shuning uchun dizayn qilayotganda dizaynerlar e'tibor beradi. Mana shu bitta bunaqa отдельный qo'yib ketish kerak. 16 mi tam yoki 50 mi millimetrda aytayapman. Planka qo'yib ketish kerak. Juda chiroyli chiqqan, ko'ringlar. O'zingizda baho berasizlar. Kiraverishda mana bitta kichkina takoy prixoshkamiz ham bor. Qilib berganmiz bu, lekin MDFdan shpon emas, MDFdan. Endi biz hozir ota-onani uylariga kelamiz. Xonalariga kiraverishda mana sizlar chiroyli bunaqa shpanirованный ikkita devorga dekor qilib bo'ladi.